Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar. Men yana sizlar bilan Ro'zboy Matkarimov, Adolat Yavduzlik kanalida sizlar. Mana Yangilik tuman markaziy shifoxonasining oldida turibmiz. Mana bu tarafimiz masjidning oldi. Bu tarafimiz mana shifoxonaga ketadigan yo'l. Mana shu ariqlardagi sassiq suvlarni mana shu yo'l belgisi to'xtash mumkin emas bo'lgan joyda mashinalar to'xtab turganliklarini, keyin mana shu chuqurlarni mashinalarga qanchalik zarar berib turganlari, odamlarga qanchalik zarar berib turgan holatlarini bir necha bor boshqa blogerlarning kanallariga tashladim va mana shu kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha mutasaddilardan yordam so'ragan edim. Lekin mana bugun 21-may kuni bo'lishina qaramasdan hali hech kim bu ishlar bilan qiziqmadi. Yo'llarimiz shu ahvolda. Mana mashinalar ko'rib turganlaringizdek to'xtash mumkin bo'lmagan joylarda mashinalar turadi. Mana ko'rib turibsizlar. Tez tibbiy yordam mashinalarini ertalab umuman joy bo'lmaydi. Shu sababli hurmatli mutasaddilar, tuman hokimi sizdan mana shu kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko'rishingizni so'rab qolaman. Men bu videoni chiqarishimdan maqsad birodan pul ishlash emas. Men faqat shu muammoni oldini olish uchun xalqqa yordam bo'lsin deb xalqim uchun turibman.